Men qarzdorman, lekin biz qarzni qachon berishimni kelishmagan edik. Qarz bergan kishi to'satdan pulni so'rab kelib qoldi. Menda esa bu mablag' hozircha yo'q. Tushuntirsam menga qiziq emas, menga pul kerak dedi. Nima qilishni tavsiya etasiz? Bismillahirrohmanirrohim. Qarz olyap turganda Alloh taolodan so'rab, Allohim o'zing kuch-quvvat bergin, o'zing imkon bergin, qarzimni darhol ado qilay deb niyat qilib qarz olish kerak. Albatta qarz olyap turganda bizning kitoblarimizda qarzni muddat belgilasa ham muddatdan oldin kelib qarz bergan odam so'rashga haqqi bor deydi. Chunki u ixtiyoriy qarz berdi. Hech qanaqa masalan moddiy yordam ko'rilmaydi, savob umid qilinadi. Shunday ekan qarz bergan odamga qanaqadir ehtiyoji tushib, qarzini so'rab keldimi, qarz olgan odam buni adosini harakatida bo'lish kerak. Masalan, o'ylab ko'rsin-da, masalan, o'ziga shu pul ehtiyoji tushgan paytida qanday qilib bo'lsa ham o'sha pulni topishga harakatini qilar edi. Masalan, ortiqcha narsalarni sotadimi, yeyib ichishidan qanaqadir bir iqtisod qiladimi, qanaqadir yo'lini qilib o'sha pulda harakatini qilar edi-yu, xuddi shunday holatda qarz bergan odamni ham qarzini uzishda harakatida bo'lish kerak. Masalan, qarz olgan, yaxshi yeb ichib, yaxshi kiyinib, yaxshi avtomobil minib, unday bo'lmaydi u. Masalan, ba'zilar aytadi, men qarz berganman deydi, tagida deydi yaxshi mashinasi bor deydi, yeb ichishi yaxshi deydi, kerak bo'lsa sayohatlarga chiqadi deydi. Ba'zi payti bor ibodatlarga, umr ibodatlarga boradi, lekin pul so'rasang pul yo'q deydi. Lekin mana shu ibodatlar, mana shu ishlarni qilishdan oldin bu odam qarzini to'lashda harakatida bo'lish kerak. Qanday qilib bo'lsa ham shu qarzni uzishda harakatida bo'lish kerak. Endi bordi-yu, qarz olgan odam bunga ham imkoni bo'lmasa, faraz qiling, zo'rg'a qorni to'yadi, zo'rg'a kiyingan, haqiqatdan ham ortiqcha imkon qila olmayapti, birortasidan olib beray desa, unda ham imkoni yo'q. Bunda qarz bergan odam keyinlik berish kerak. Chunki qarz bergan odam keyinlik bersa, har bir kuniga sadaqani savobini oladi. Vallohu a'lam bis-savob.